travertin narxlari tushib ketdi do'stlar. Narxlar juda ham arzonlagan. Ustolar ko'paygan. Sifatli ustoni topishga hamma qiynaladi. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Men sizlarga sinovdan o'tgan 10 yillik tajribasi bor yaxshi ustoni topib qo'yganman. Uyini qilgan ishlarini ko'rgani keldik. Qashqadaryo viloyati Kitob shahrida bizlar do'stlar. Uyimizga bitta baho beringlar. $2000 mana shu uyimiz 10 kunning ichida bitgan. 1 yil oldin qilingan proyekt bu do'stlar. Juda chiroyli fasonlar qilingan. Chegalarini bepulga yopishtirib beradilar. Hozir biza narx-navosini va ichiga qanaqa mahsulotlar ketadi barcha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Siz videoga like bosing, kommentariy o'z fikringizni yozib qoldiring. Men unda videoni boshladim. Aziz do'stlar, mana shu ko'rib turgan ishlaringizga biz 10 yil garantiya beramiz. Do'stlar, bu uyimiz super mo'ysha travertin qilingan. Manasi bor. Narxlarimiz $8 dan $12 gacha bo'lyapti. Mahsuloti ustaqqa ichiga. Mana shu uyimiz 10 kun davomida bitgan, ya'ni $2000 ga. Mana shu fakturamizni o'ylab topdik va sizni uyingizga bepulga qilib beramiz. Usta aka, hozir 2025-yilda uyini fasadni remont qildirayotgan obunachilarimizga qaysi fasonni va qanaqa yangiliklaringiz bor? Assalomu alaykum do'stlar. Bu uyimizda biz kartamera fasonni qilib berganmiz. 2024-yilda bo'lgan. Hozir ham bu ishimiz trendda va yana bundan boshqa ishlarimiz bor. Ya'ni chista atachentani fakturasini beradigan leonardoshlarimiz bor va boshqa ishlarimiz bor. Uyga qarab ularni tavsiya berib, klient bilan maslahatlashib qilib ketaveramiz uni. Dizayni zo'r chiqibdi. Usta aka, buni necha kunda bitirib berdinglar? Xudo xolasa 10 kunda bitgan bu ishimiz. 10 kun mobaynida bitiribdilar. Общий kvadrati qancha? Jami 200 kvadrat bo'lgan. 200 kvadratli xonadon. Nechta usta ishladi usta aka bu yerga? Xo'sh, bu yerda 3 kishi ishlagan. 3 kishi mana do'stlar 10 kun ichida bitirib beribdilar. Xo'p, bu fasonimizga nima nom atadinglar? Xo'sh, bu fasonimiz kartamera fasoni bo'ladi. X-loy travertin, polirovka chaqlanadi va ustidan X-loy jemchug ishlarimiz o'tiladi. Yaxshi. X-loyli travertin do'stlar. Kartalarimiz ichiga mana bunaqa o'zimizning ideyamizdan qilib berganmiz. Buni nomi yo'q ekan. Bu kvadratning ichigami yo alohida summa? Bu kvadrat ichida ketaveradi. Uy egasi mana bunaqa tiyagalar olib berilgan. Ustanovka qilib berganmiz. Penoplastdan, pulkakdan bo'lgan. Juda ham baquvvat, mustahkam. Ichiga juda ajoyib chiqibdi do'stlar. Fikrlaringizni kommentariy yozib qoldiringlar, like bosinglar. Juda ajoyib uy bo'lgan. Qashqadaryo Kitob shahrida bizda do'stlar. Bu taraflariga mana har bitta eshik va oynani girdiga tega yopishtiribdilar. Juda ham chiroyli chiqqan, ko'rishlaringiz mumkin. Fakturalari ham o'ziga yarashgan, uyimizga mos tushgan. Xo'p, usta aka, ishni qanday boshlaysizlar? Birinchi kelgandan, birinchi devorni tekislashdanmi, nimadan boshlanadi? Bir aytib o'tsangiz. Bu uyimizda o'zi asosan shkaturkaga ishlaymiz. Ya'ni tayyor shkaturka bo'lgan bo'lishi kerak uyimiz. Bu uyimizda ham xuddi shunaqa edi, shkaturkalari tayyor edi. Keyin buni ustidan kelib turib, devorimizni tegalarini berib turib, keyin travertin ishlarimizni qilganmiz. Shkaturka bo'lgan-a buni travertin osti? Ha, travertindan oldin tayyor shkaturka bo'lgan, ya'ni zatirkasi bilan. Yaxshi. Xo'p, loyshoqli xonadonlardan zakaz usta qanday bo'ladi? Ularni ham qilib beramiz. Uni ham o'zi ustiga ishlanadigan narsalar bor. Xuddi shkaturkadek qilib ishlasa ham bo'ladi. Qaranglar do'stlar, qanday chiroyli. Tomonlarimizni ham ko'rsatib beramiz chiroyli. Juda ideal bo'libdi. Gulli fason deyil ekan, mana gulchali bo'libdi. Chiroyli chiqqan. Like bosib qo'yinglar. Tepalari ham bruchatka, tunkafon, polni, kafel ishlari tayyor bitgan. Bu xonadonimiz o'tgan yil qilingan, 24-yil. Bitta sovuq qishni o'tkazib oldi mana. Xo'p, endi hozir do'stlar travertinchi ustalar ko'paygan. Yaxshi usta topishga qiynalasizlar. Mana sizlarga sinovdan o'tgan, ishiga javob berayotgan 10 yil garantiyasi bor ustani topib qo'yganman. Chiroyli qilgan ishlari sifatiga baho beringlar. Mana hech joydan treshini o'tmagan, chotki turibdi. Chegalarning ham girdilari zazor yo'q. Juda ham ideal chiqqan chegalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Usta aka, garantiyalari bor nasib bo'lsa? Xudo xolasa garantiyalarimiz bor. Ishlatadigan firmamiz tomonidan 10 yil garantiya beradi. 10 yillik garantiyalari bor. Mahsulot qayerdagi usta aka bu? Mahsulotlar hammasi O'zbekistonniki. Sinovdan o'tgan sifatli firmalar bilan shug'ullanamiz, foydalanamiz.
Xo'p, endi narx-navosi necha puldan boshlanadi? Bu fason qancha, yana necha pulgacha? Narx-navosi $8 boshlanadi, $12gacha. Bu uyimizni $10 qilib berganmiz. $10 qilib berganlar do'stlar bu fasonni. Mahsuloti usta haqqi ichiga. Usta haqqi ichiga. Shunaqa. Do'stlar, usta haqqi Uy materiali egasi ichiga. mana bu tegalarimizni olib bergan. Eshik romladagi tegalar olib beriladi. Ustanovkasi ichiga bo'ladi. Faqat eshik derazalar shunaqa splashnoy o'lchanib ketadi, shuni hisobiga. Yaxshi, eshik deraza splashnoy o'lchanadi. Tegasi yopishtirishi bepulga tushar ekan. Xuddi shunaqa. Xo'p, usta aka, yana qanaqa fasonlari bor? Travertinni. Bunaqa fasonlarimiz bor. Xohlovchilarga 3D variantlarimiz ham bor. Yana anolarimiz bor, abrazizlarimiz bor. O'sha uy egalari bilan kelishuvga borgan paytimizda variantlarni ko'rsatamiz. Qaysi bir ma'qul kelsa, o'shani kelishib turib qilib beramiz, xudo xolisa. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga ishlaymiz, a? 12 ta viloyatga ishlaymiz. Xo'p, Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham zakat U tushyapti. tomondan tushsa, u tomondan ham ishlaymiz. Hozir ham Tojikistonda brigadalarimiz bor, ishlayapti. Xo'p, necha yildan beri o'zi travertin sohasidasiz, usta aka? Xudo xolasa 10 yildan beri shu sohadamiz. Bilimlarimiz anchagina nasib bo'lsa. Chotki zo'r qilib berasiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa siz nomingizdan chiqqan klientlarga bonuslar ham bor nasib bo'lsa. Ana do'stlar, bonuslar qilib beradilar. Xo'p, 2025-yilda qaysi fason trendga chiqyapti? Xo'sh, shu fasonimiz bor, ya'ni kartamera, Leonardo fasonimiz bor, art beton ishlarimiz bor, luchen tashlarimiz ham bor. Uylarni ko'rinishidan, dizayndan kelib chiqib, shunaqa narsani tavsiya beramiz. Do'stlar, uyimiz ham uy bo'lganda qaranglar qanday chiroyli chiqqan. Bironta defekt yo'q, ishlar zo'r ekan ustoni. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz mana. Ishini maqtash kerak. Endi zo'r chiqqandan keyin qaranglar bu taraflari qanday chiqqan. Uyimizga quyosh tushmagan bo'lsa ham, lekin o'zi boshqacha yaltirlab turibdi. Shuna qanaqa ranglari bor mana shu fasonni? Xohlagan rangda chiqarib beramiz. Endi buni ham o'zini ochadigan ranglari bor, misol uchun. Bu uyimizga oq travertindan foydalanilgan va metallический jemchug urib berilgan ustiga. Yaxshi. Xo'p, usta aka qarang, misol uchun fasadni uyni hali tomi, burchakkalari bitmagan bo'lsa, birinchi qaysi ustoni chaqirib qildirib olgandan keyin travertin qildirsa, sizlarga meshat qilmaydi. Xo'sh, bizga meshat ham qilmaydi, ham uy egalariga ham yanada yaxshi bo'ladi. Sokul va patologimiz bitgan bo'lsa. Mana do'stlar, usta akadan maslahatlar. Sokul bilan patologdan keyin pol oxiriga qolgani ancha afzalroq, hali qildirmaganlar uchun. Mana. Birinchi sokul bilan patolog qismini tunkafon qilsalaringiz yoki patolog qismini boshqacha qilsalaringiz ham birinchi pol sokul bilan patolog qismi bitgandan keyin travertin chaqirsalaringiz mana chiroyli qilib usta Dilshod akamiz qilib beradilar. Xo'p, o'zi Samarqand Kattaqo'rg'ondansiz, usta aka? O'zimiz Samarqand Kattaqo'rg'ondanmiz, 12 ta viloyat bo'yicha chiqib ishlaymiz. Dizaynlari beramiz. Dizaynlari oldin birinchi chiqqan travertin dizaynlardan ham qilasizlar? Xohlagan fasondan qilib beramiz. Arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Eng arzon qancha bo'lyapti? Eng arzoni ya'ni 100 ming so'm bo'lyapti. 100 ming so'mda bo'lyapti ekan. 100 ming so'mdan 140-150 ming so'mgacha so'mda aytilganda. Yana bitta narsa, klientlar arzon narsaga uchib qolmaylar. Arzon narsani mahsuloti ham arzon bo'ladi. Bizda narximiz arzon emas, qimmat emas, qilinadigan ishga yarasha narx bo'ladi. Javob beramiz. Qiladigan ishimizga, ishlatadigan narsamizga. Yaxshi mahsulotlardan ishlatasiz, usta aka? Yaxshi mahsulotdan ishlatilgandan keyin mana bunaqa yaxshi ishlar chiqib keladi, xudo xolasa. Ishlari zo'r bo'lgan. Ko'rib turganlaringizdek, bu uyimizga 1 yil bo'lgan bo'lsa ham o'zini yo'qotmagan, misol uchun.